Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, hurmatli o'qituvchilar, ustozlar. Ushbu videoda biz qanday qilib quiz dasturidan foydalanishni o'rganamiz. Men bundan avval aynan mana shu dastur haqida bir nechta videolar olganman. Agar siz uni ko'rmagan bo'lsangiz, mana bu yerda yuqorida chiqadi. Avval o'sha videolarni ko'ring va undan keyin bu videoga qaytib kelsangiz bo'ladi. Xo'p, men birinchi navbatda qaysi dastur haqida aytayotganimni, qaysi ilova haqida gapirayotganimni tushuntirib o'taman. Demak, mana quiz.com degan sayt bor. Bu sayt bizga o'qituvchilar uchun test topshiriqlarini yaratish, ularni interaktiv shaklda darslarda foydalanish, qo'llash yoki tayyor testni PDF shaklda yuklab olib, printer orqali chiqarib o'quvchilarga qog'oz variantda berish imkoniyatini beradi. Umuman juda ko'p imkoniyatlari bor. Xususan bir necha demak oylar avval ular bu tizimga sun'iy intellekt imkoniyatlari qo'shilgan. Umuman buni o'zini maxsus ustozlar tomonidan tayyorlanadigan test bazasi bor. Va umuman ko'plab imkoniyatlar haqida avvalgi videolarda gaplashganmiz, lekin bu videoda qanday qilib bu saytni pullik imkoniyatlaridan foydalanish, umuman nima imkoniyatlar berishini bugun ko'rib chiqamiz. Buning uchun birinchi navbatda sizga albatta web brauzer kerak bo'ladi. Mana men Google Chrome orqali kiryapman. Siz balki bilmadim qanaqadir Safari orqali, balki Opera orqali, balki Safari orqali yoki umuman Mozilla istalgan web brauzer orqali kirishingiz mumkin va umuman ro'yxatdan o'tish va har safar siz kirganingizda sizdan login va parolni so'ramasligi uchun demak alohida yaxshi brauzerdan foydalanish maslahat beriladi. Masalan, men Google orqali demak deyarli hamma tizimlardan ro'yxatdan o'tganman va shuning uchun ham Google Chrome men uchun juda ham qulay. Agarda siz masalan Apple ID orqali ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz, unda sizga balki Safari qulayroq bo'lishi mumkin. Umuman o'zingizga qulay brauzerni tanlaysiz. Biz esa bu demak videoning asosiy qismiga o'tamiz. Demak, birinchi navbatda mana shu ko'rsatilgan saytga kiriladi. quiz.com keyin /admin deb yozilgan va mana shu holatda ochilyapti. Bizda umumiy interfays saytning ko'rinishi mana shunday holatda, ya'ni sizning chap tomoningizda sizda demak menyular, demak explore, bu bir nechta boshqa demak ustozlarni, boshqa shaxslarni testlarini ko'rishingiz mumkin yoki siz o'zingiz oxirgi marta bergan testingiz, mana masalan o'tgan yildagi qanaqadir topshiriqlarni menga eslatyapti. Bu yerda library bo'limi bor, ya'ni men o'zim tomonidan yaratilgan testlar, masalan 124 ta, Chernovikda qoralamada 15 ta test turibdi masalan. Va bepul demak tarif bizga 50 ta test yaratish imkonini berar ekan. Bu yerda report, men avval o'quvchilarim bilan bajargan testlar va buni kirsak ularning natijasi chiqib keladi. Bu haqida men ko'p to'xtalish niyatim yo'q. Buni bemalol o'zingiz kirib o'rgansangiz bo'ladi. Klasssiz qanaqadir bu yerda Google Classroom tizimiga ulab qo'yishingiz mumkin. Men masalan 10-sinf O'zbekiston tarixi degan kursga ulagan ekanman qachondir. Va bu yerda yaqinda qo'shilgan imkoniyati recommendations degan, bu hozir bizga kerak emas. Va sun'iy intellekt imkoniyatlari haqida ham men avvalgi videoda aytganman, qanday qilib videodan test yasash mumkin degan video alohida YouTube'dagi videoda. Bu ham bizning videomizning asosiy demak mavzusi emas. Biz qanday qilib pullik imkoniyatdan foydalanish va bepulga foydalanish vaqtinchalik bo'lsa ham va uni tekinidan, bepulidan qanaqa afzalligi borligini ko'ramiz. Demak, quyiga mana bu yerga tushdingiz, upgrade degan tugma bor, buni bosamiz va bizga tariflarni ko'rsatyapti. Ya'ni o'zingga to'g'ri tarifni tanla degandek. Bizning tarifimiz basic, ya'ni joriy tarif basic ekan, ya'ni bu bepul. 20 ta qanaqadir topshiriqlar, darslar qilsang bo'ladi.
14 ta o'chib ketadigan deyapti va 10 ta sun'iy intellekt uchun bizda kredit, ya'ni imkoniyatimiz bor ekan foydalanish uchun. Va eng menga qiziq bo'ladigan joyi bu 5 ta turdagi savollarni tuzish mumkin. Ya'ni bu multiple choice, ya'ni o'sha ABCD yoki qanaqadir bir nechta sodda turdagi savollarni yaratish mumkin. Aniq uni qanaqa turdagi ekanini siz test yaratayotgan joyingizda ko'rsangiz bo'ladi. Meni yodimda emas. Va endi bizga ikkinchi pullik tariflarni eng birinchi bo'lib turgani bu individual tarif, ya'ni yakka tarif desa bo'ladi. Oyiga $12 ekan va yiliga $144 aylanadi. Ya'ni taxminan shu bir 2 million atrofiga aylanadi bir yilga. Va men buni agar foydalanmoqchi bo'lsam agar 7 kun menga bepul sinov muddati berar ekan. Xo'p, demak, buni imkoniyatlari, demak, menga unlimited storage beradi, ya'ni cheklanmagan serverdan o'ziga baza beradiki, men xohlagancha bir hajmda testlarimni saqlashim mumkin va cheklanmagan demak muhlat berilar ekan meni topshiriqlarim uchun, ya'ni deadline'lar uchun. Agar siz bu tizimdan foydalansangiz, masalan, men o'quvchilarimga topshiriq o'laroq bir testni yuklab bersam, onlayn shaklda kirib bajarish uchun, u yerda adashmasam nechadir soatga, 48 soat yoki 24 soat deadline beriladi. Men uni bir haftaga yoki bir oyga deadline qo'ya olmayman, chunki men bepul tarifdan foydalanaman. Bu yerda bo'lsa unlimited, ya'ni cheklanmagan holatda bo'lar ekan. Va unlimited AI kreditlar bo'ladi, ya'ni men istalgancha sun'iy intellekt imkoniyatidan foydalanishim mumkin. Va yana bir eng qiziq joyidan biri shundaki, meni kontentim private bo'ladi, ya'ni men bepul tarifdan foydalanganimda meni testlarim omma uchun ochiq bo'ladi, public bo'ladi. Masalan, aynan siz ham meni 100 dan oshiq testlarimdan bemalol kirib foydalanishingiz mumkin. Sababi men uni yopa olmayman, chunki bepul tarifdan foydalanyapman. Endi mana hozir pulligiga o'tsak bo'ladi. Classroom Delivery'da demak 18 dan ortiq demak savol turlari bor ekan. Masalan, drag and drop va hotspot degan qanaqadir savol turlari bor ekan. Hozir biz buni ulanganimizda ko'rib chiqamiz aynan nima ekanini. Va undan keyin vaqti o'tgan, demak expired bo'lib ketgan topshiriqlarni qayta ochib berish mumkin bo'lar ekan o'quvchilar uchun. Va aktivitetlarni pauza qilsa, ya'ni pauza qilib keyin uni davom ettirsa bo'lar ekan. Umuman ko'p imkoniyatlari bor ekan. Shuningdek, nogironligi bo'lgan, agar siz alohida bir ma'lum bir ta'lim muassasalarida ishlasangiz, nogironligi bo'lganlar uchun qanaqa imkoniyatlar beriladi? Imkoniyati cheklangan, demak, studentlar uchun savollarni o'qib berishi mumkin. Ya'ni yaxshi o'qiy olmaydigan, ko'zi demak harflarni yaxshi o'qiy olmaydigan studentlar uchun bu yaxshi imkoniyat beradi, ya'ni savollarni o'qib beradi. Endi bu o'zbek tilida qanchalik yaxshi ishlaydi bilmadim, lekin ingliz tilida muammo bo'lmaydi nazarimda. Va o'qib berishi bu juda ham ajoyib imkoniyat desa bo'ladi. Va har bitta studentga adaptive question bank beradi, ya'ni moslashuvchan question bank beradi deyapti. Endi umuman hozir mana imkoniyatlari shu ekan, hali ko'ramiz ichini ochib. Agar men 3-tarifni ko'radigan bo'lsam, bu alohida narxi ko'rsatilmagan, bu universitet yoki maktab demak doirasidagi masala. Masalan, bu B2B desa bo'ladi, ya'ni business to business. Misol uchun xususiy maktabi borlar, universiteti borlar, bu demak platformani o'zlarining ta'lim muassasalarida foydalanmoqchi bo'lishsa, alohida mana get a quote bosib, demak bu tizimdan foydalanishlari mumkin. Va qanaqadir Classroom yoki mana Canvas yoki Microsoft Teams bor bu yerda. Shunga o'xshagan yana boshqa turdan oshiq demak learning management sistemlarni bu tizim bilan tizimi bilan integratsiya qilib ishlatsa bo'lar ekan va akademik o'quv yili davomida o'quvchilarning progressini kuzatib borish imkoniyati bo'ladi degan va'dalar bu yerda bor ekan. Mayli. Compare plans debdi, biz tariflarni solishtirib ko'rsak bo'lar ekan. Mana bu yerda hamma demak tariflar ko'rsatilgan. Mana masalan bitta o'qituvchi bo'ladi, bu yerda unlimited o'qituvchi bo'ladi. Umuman mana har xil gaplar bor. Uni bu bizga unchalik muhim emas, chunki men baribiriga ham universitet masshtabidagi narsa
universitet masshtabidagi imkoniyatlarga ehtiyojim yo'q. Va endi keling buni nima qilamiz? Start 7 day free degan joyini bosamiz va 7 kunlik bepul sinov muddatini bosamiz. Va buni bosganimizdan keyin bizda hozir qanaqadir mana checkout qismi boshlanadi. Ya'ni men demak bu tizimdan foydalanish uchun ro'yxatdan o'tib to'lov ma'lumotlarini kiritishim kerak. Mana shu joyda e'tiborli bo'linglar, chunki agar sizda masalan viza karta bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda kiritishingiz kerak. Hamma demak ma'lumotlaringizni, masalan bu yerga karta nomeri, bu yerga uning muhlati, keyin bu yerda alohida demak yana bir kod kiritiladi. Endi men bu imkoniyatdan shaxsan foydalanmaganman, lekin mana shunaqa demak shartlari bor ekan. Kart holderni, ya'ni kartani egasini to'liq kartani ustida yozilgan ismi ko'rsatilyapti. Bu demak agar siz kartani Visa karta, Mastercard yoki shunga o'xshash xalqaro kartalardan biridan to'lov uchun foydalansangiz. Endi bu menimcha sal noqulayroq meni nazarimda. Apple Pay orqali to'lashingiz mumkin. Apple Pay agar siz misol uchun iPhone ishlasangiz yoki sizda Mac bo'ladigan bo'lsa, bu yaxshi imkoniyat. Agar Amerikada bo'lsangiz, Amerikadagi yoki sizda Amerikadagi bank akkauntingiz bo'lsa, bundan ham foydalanishingiz mumkin. Endi meni videolarimni ko'radiganlar ichida bilmadim qanchasida Amerikadagi banklarda birortasida hisobi bor, puli bor, lekin har holda shunaqa imkoniyat bor ekan. Men nima qilaman? Men Google Pay dan foydalanaman. Mana bu yerda Google Pay, demak Google Pay ni bosamiz. Va Google Pay da bu yerda demak bizda meni kartam Google ga ulangan va shu yerda men o'zimni demak kartamni tanlayapman va kartamni belgilab davom ettirish tugmasini bosyapman. Xo'p. Va bizda men o'zimni odam ekanimni isbotlab I am human degan tugmani bosishim kerak. Ya'ni bexosdan kimdir bosib ro'yxatdan o'tmasligi uchun va processing jarayon ketyapti, ya'ni qanaqa jarayon davom etyapti. Va bu yerda e'tibor beringlar, mendan hech qanaqa $140 yoki qanchadir dollar pul yechib olinmaydi. 7 kundan keyin agar men buni bekor qilmasam pul yechib olinadi. Ya'ni men 7 kun ichida buni bekor qilishim mumkin. 7 kun ichida mana shu subscription planni bekor qilishim mumkin. Bu yerda mana profilga kiradigan bo'lsak, men qayerdadir mana bitta bor ekan. Demak 6 kun vaqting qoldi deyapti. Premium plan, premiumni bunaqasida ekanman. Xo'p, demak shunaqa holatda turibdi. Endi qayerdandir bekor qilishni ham ko'rib ketaylik joyida. Mana настройкаga o'tamiz. Settings bo'limiga o'tib cancel degan tugmani bossak, mana 2-aprelgacha meni muhlatim bor ekan. Boyagi demak tarif bekor bo'ladi, mendan 1 sent ham pul yechilmaydi. Xo'p, demak to'lov masalasigacha tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi bu qanaqa imkoniyat berishini ko'ramiz. Birinchi navbatda keling savol yaratib ko'ramiz. Test topshirig'i. Create va assessment degan joyni bosib turib, mana import create from scratch, ya'ni noldan yaratishni bosamiz. Va mana bizda qanaqa turdagi savollar ko'rinyapti. Demak, multiple choice, ya'ni o'sha oddiy ABCD, fill in the blank, ya'ni bo'sh joyga to'ldirishimiz mumkin va passage, ya'ni qanaqadir matnli demak savol ekan. Ya'ni bu ingliz tilidagi sizda reading questionlar bo'ladigan bo'lsa, reading uchun test tuzmoqchi bo'lsangiz, bu sizga yaxshi bo'ladi. Menimcha interaktiv video orqali demak o'quvchilar tushunishim bo'yicha videoni ko'radi, keyin pauza bo'lib savoliga javob berish kerak. Juda yaxshi, bu yangi qo'shilgan imkoniyat ekan. Va matching, ya'ni moslashtirish, reorder, ya'ni tartibini joylashtirish mumkin, ya'ni 1-2 qilib va bu men juda ham qiziqqandim mana shu narsaga. Drag and drop, ya'ni o'quvchilar mana bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, qanaqadir joylashtirib tortib olib borib qo'yishingiz mumkin ekan. Drop down, bu o'quvchilar o'zlari tanlashadi. Drop down menyular orqali. Labeling, bu rasm beriladi va rasmga ko'rsatilgan joyga qarab tanlashingiz kerak bo'lar ekan. Categorize, bu demak kategoriyalarga demak bo'lib chiqishlari kerak bo'lar ekan. Xo'p, demak biz nima qilamiz? Biz hozir birinchi birortasini sinab ko'rishimiz kerak. Masalan,
Keling, birinchi mana passage'dan boshlaylik. Passage'dan boshlaymiz. Va generate with AI, ya'ni AI bilan qanaqadir foydalanyapti. Men sun'iy intellekt orqali qilishga harakat qilaman, chunki menda hozir qanaqadir copy paste qilishga matn ham yo'q. Misol uchun, men qanaqadir passage'ni, ya'ni matnni description'ini, ta'rifini yozishim kerak va imkon qadar uni batafsilroq yozib berishim kerak ekan. Masalan, bu tasavvur qilinglar, 7-sinf studentlari uchun bo'lsin va qanaqa mavzuda, masalan, qanaqa mavzuda yozsak bo'ladi? Social media and students health deylik, masalan, bilmayman, 4 ta paragraf bo'lyapti. Subject tarixga oid o'zi tanlasak bo'lar ekan, mayli. Chunki bu endi tarix o'qituvchilari uchun bo'lganiga, masalan, 7-sinfda qanaqa bo'lishi mumkin? Masalan, a brief men nazarimda to'g'ri yozdim shekilli, ya'ni qora o'limni, ya'ni qora o'latni qisqacha tarixi degan matn yaratyapmiz. Endi bu yerda mana o'zbek tili bormikan? O'zbek tili qani ko'raylikchi. Agar o'zbek tili bo'lsa juda ham zo'r. Xo'p, o'zbek bor ekan, juda yaxshi. Qani o'zbek tilida yarata olarmikan, yo'qmi? Va aytyapti, nechta savol bo'lsin deyapti. Ko'proq qilamiz. 7 savol, masalan, qora o'lim tarixi, qora o'lim sabablari, qora o'lim va iqtisod, qora o'lim davrida hayot tarixini tanlayapmiz va generate tugmasini bosamiz va bizga qandaydir matn yaratib beradi. Va mana qora o'lim yoki Yevropada 14-asrda yuz bergan katta vabo epidemiyasi, insoniyat tarixidagi qandaydir bu yerda savollar tuzilyapti mana bu yerda va mana shu matn kelgan o'zbek tilida juda ajoyib. Men ochig'i bir qarab o'qib qanaqadir imloviy xatolar yoki g'alazlik ko'rmayapman. Juda yaxshi, zo'r. Faqat mana bu narsani o'zimiz to'g'rilab qo'ysak, chunki bizda kichik harfda yozilsa to'g'ri bo'ladi o'zbek grammatikasi bo'yicha. Rasm, qanaqadir audio, video qo'yish mumkin. Mana savollar. Multiple choice question ekan, ya'ni savollar tuzilyapti mana shu matn bo'yicha, javoblar ham avtomatik ravishda belgilangan ekan. Cancel bosamiz va bo'ldi. Demak, save questions bossam, bizda mana tayyor matn va savol hosil bo'ldi. Mana o'quvchilar buni bajarganda matni ko'rinadi va matnda o'sha savollarning javobi berilgan. Matnni o'qib, demak, savolga javob berishadi. Bu ingliz tilida unchalik, o'zbek tilida qanaqadir tarix fanida sizga qandaydir noodatiy tuyulishi mumkin. Ya'ni o'zi mana bu yerda 1347 deb yozib turib, yana yonidan savolni so'raydimi degan tushuncha bo'ladigan bo'lsa, bu ingliz tili ustozlari uchun alohida, ya'ni ular masalan qandaydir reading passage-ni yoniga qo'yishib, keyin bu yog'iga o'sha reading passage asosida savollarni tuzishlari mumkin. Juda ham qiziqarli bo'ladi menimcha. Kelaylik, shuning uchun ingliz tilida qilib ko'ramiz buni. Bu demak saqlanmadi boshidan. Assessment va with AI, ya'ni sun'iy intellekt bilan qilamiz deyapman. Mayli, sun'iy intellekt emas, o'zimiz noldan qilaylik. Va demak bizda boyagini tushundik, endi drop downga o'tamiz. Drop down. Bu mana bu yerda qanaydir savol bo'ladi. Amir Temur masalan deylik. Buni o'chiramiz, bo'ldi. Amir Temur bo'sh joy tashlayapman va 1336-yil. To'g'rimi masalan? Yana mana bu yerda noto'g'ri javoblarni qo'shamiz. Ya'ni 1335-yil masalan, yana 1323-yil. Enterni bosdim. Bo'ldi.
tavallud topgan. Masalan. O'zi mana bu yerda yilda deb yozishim kerak ekan. Mana bu dani bu yoqqa olamiz. Yilda. Bo'ldi, demak. Endi agar save qo'shing qilib buni ko'radigan bo'lsak, qanday ko'rinadi bu? O'quvchilarga qanaqa ko'rinadi? Publishni bosamiz. Nomini Amir Temur tarix fanidan 1-sinf uchun masalan deylik. Mana bu yerda restricted qilib qo'ysam, birovlarga ko'rinmaydi. Publishni bosyapman. Publishni bosganimdan keyin men o'zim preview qilib ko'raman. Mana bu yerda qanaqa ko'rinadi. Ya'ni bu test preview as a student, ya'ni o'quvchi sifatida ko'rishni bosamiz va studentlarga bu mana bunaqa ko'rinishda chiqadi. Amir Temur mana 1936-yilda tavallud topgan. Ya'ni bola buni shu joyda tanlab ketadi. Va bu matn juda ham bundan uzunroq ham bo'lishi mumkin, qisqaroq ham bo'lishi mumkin. Lekin har holda drop downli bundan uzunroq bo'ladi. Endi yana davom etamiz keyingi savol turiga. Create from scratch va reorder. Demak, savolning sharti, ya'ni quyidagilarni to'g'ri tartibda joylashtiring deyapti. Bu tarix fanidagi xronologik ketma-ketliklarni aniqlash uchun bo'ladigan savollarni tuzishda juda ham ajoyib. Masalan, biz birinchi tartibdagi demak, birinchi tartibdagi voqeani mana bu yerga qo'yishimiz kerak ekan va bu oshib borish va kamayib borish degan tartibda ekan mana bu yerda. Ya'ni xronologik ketma-ketlikda biz uchun mana bu kerak bo'ladi, ya'ni oshib borish kerak. Birinchi voqeamiz masalan Amir Temur tug'ildi deylik. Amir Temur tug'ilgan, 1936 tug'ilgan bo'lsa, keyingisi 100 yillik masalan urush boshlangan 1937, to'g'rimi? Keyingi savol. Keyingi demak ma'lumotimiz masalan qizil va oq gullar urushi boshlangan masalan. Keyingisi misol uchun deylik Adolf Hitler Reich kanslerlikka keladi va masalan Sovet ittifoqi parchalandi. Masalan, men xayolimga kelgan qanaqadir voqealarni yozdim va save ni bosamiz va bizning savolimiz tayyor. Endi bu nima bo'ladi? Bu narsani bitta preview qilib ko'ramiz mana. O'quvchilar bu voqealarni mana e'tibor bering, boshqacha holatda joylashib qoldi. Kursor bilan tortishadi. Masalan, Amir Temur tug'ilgan. Amir Temur men hozir nazarimda preview qilganda buni bajara olmas ekanman. Endi publish qilib avval ko'ramiz. Demak, reordering tarixdan bo'lyapti. Sinfi masalan 2-sinfga deymiz. Shart farqi yo'q. Hozir biz shunchaki ko'rishimiz uchun va preview ni bosaman. Preview ni bosishdan maqsad o'quvchi sifatida biz buni ko'rishimiz kerak. Mana bu yerda qana timer mayli qolsin, memlab power up'larni o'chirib qo'yaman va preview as student. Demak, mana biz bularni mana bunday holatda tortib olib kelib joylashtirishimiz mumkin. Eng avval masalan Amir Temur tug'ilgan. Keyin 100 yillik urush boshlangan, keyin qizil oq gullar, keyin Hitler, keyin Sovet ittifoqi parchalandi. Submit ni bossam, hammasi to'g'ri chiqdi. Demak, yaxshi bilar ekanman tarixni. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savol turini qanaqa qilib yaratish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Masalan, bu yerda yana from scratch va bizda video response degan narsa bor ekan. Video response, video orqali demak o'quvchilar javob berishar ekan, web kamera orqali. Endi bu menimcha bizda unchalik ish beradigan narsaga o'xshamayapti. Word cloud so'z bo'ladi. Bizga bu kerak emas. Menimcha hozir biz
hotspot. Bu juda ham ajoyib narsaga o'xshayapti. Hozir ko'ramiz. Demak, bizda qandaydir map kerak bo'ladi. Any topic or diagram deyapti yoki o'zing mapni belgila deyapti. Bizga map kerak bo'ladi. Hozir men o'ylagan narsa uchun dmaps.com degan saytga o'tamiz. d-maps.com va bizga tarixiy xaritalar historical maps degan bo'limga o'tib, masalan qayerni olsak bo'ladi? Mayli, soddalashtiraylik. Avval birinchi World Ocean, va mana shu xaritani o'zini olamiz. Aytaylik, mana shu xaritani olyapmiz. Va copy image copied bo'ldi va buni yopyapman va copy paste bosdim. Use image, ya'ni mana shu rasmdan foydalanamiz va studentlar hozir bizga AI demak, qarang, qoyilmisiz? Sun'iy intellektning o'zi bizga rasmni ko'rib, bizga savol tuzib beryapti. Men hech narsa qilganim yo'q, men buni aytmadim, boshqa qilmadim. Shunaqa. Demak, mayli, menga bu narsa kerak emas, men o'zim savol tuzaman. Masalan, menga birinchi navbatda add to hotspot deyapti. Demak, birinchi navbatda mana nuqta qo'ydim. Bu correct answer bo'lsa, mana buni bosishim, to'g'ri javob bo'lsa, shuni bosishim kerak ekan. Mayli, to'g'ri javobni bosdim. Afrika joylashgan hududni ko'rsating degan savol tuzyapmiz, masalan. Va rectangle, ya'ni to'rtburchak. Qilsak bo'lar ekan. Mayli, men hozir dumaloq qilaveray. Change the point, mana bu yerda. Demak, correct bo'ldi bu. Menimcha bo'ldi. Boshqa faqat shu mana bu yerda boshqa hududni kiritsam bo'lar ekan. Bu yerda boshqa hudud, bu boshqa hudud, boshqa hudud va mana boshqa hudud. Endi mana save question. Savolni saqladik, to'g'rimi? Savolni saqladik. Endi xuddi shu savolni copy qilamiz. Copy qilganimizdan keyin editni bosib, mana bu yerda Afrika edi boya. Endi Yevropa joylashgan hududni bosing. Mana bu yerga bosib turib, Yevropa-ku endi bu. Correctni bosaman, ya'ni to'g'ri javob, va undan keyin mana Afrikani to'g'ri javobini o'chirib qo'yaman va demak Command C ni bossam saqlanib bo'ladi. Yana copyni bosamiz, chunki biz mapni yana qayta qo'yib o'tirish anaqasi zaruratidan xalos bo'lamiz va Janubiy Amerika joylashgan hududni ko'rsating deymizda. Mana Janubiy Amerikani to'g'ri bosib qo'yib, Yevropani to'g'ri javobdan o'chirib qo'yishimiz mumkin. Save questions. Va yana demak, keyingi savol, buni ham copy qilamiz. Keyin esa Janubiy Amerikani Shimoliy Amerika qilamiz. Shimoliy Amerika joylashgan hudud bu yer emas. bu janubiysi, shimoliysi mana bu yerda. Shimoliysi mana bu yerda va yana save question. Keyin bizda menimcha faqat Osiyo bilan Avstraliya qoldi. Ularni ham yakuniga yetkazib qo'yamiz. Xo'p. Osiyo joylashgan hududni ko'rsating. Aytgancha men boya Osiyo degan savolda to'g'ri javobni o'zgartirmabman. Yana izminit, editni bosamiz. To'g'ri javobni mana bu yerga o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Va oxirgi hudud qoldi, Avstraliya. Mana Avstraliyani to'g'ri javob sifatida belgilab, sal mana markazroqqa olsak, endi Avstraliya joylashgan hududni ko'rsating. Save'ni bosaman va bu testni demak publish qilamiz. Publish bu testni saqlash desa bo'ladi. Bu qit'alar.
menda qanaqadir qotibroq ishlayapti. Nazarimda bu birinchidan notebook variantda bo'lganiga, undan tashqari video ketayotganiga bo'lishi mumkin, chunki video hozir mana 1,5 gigadan oshdi, 1,5 gigabayt hajmdan oshib ketdi videoni hajmi. Qit'alar, adashmasam shunaqa yozilarmidi? İşte kontinent deb qo'ysam, yaxshiroq bo'ladi. Qit'alar menimcha qatta unday bo'ladi, anaqa bo'ladi. Aniq bilmadim. Tutuq belgisi. Bu menimcha 4-sinf savoli desa bo'ladi va buni private qilaveramiz va publish. Buni publish qilganimizdan keyin bitta ko'raylik qanday bo'libdi. Preview va preview as student sifatida ko'rish. Demak, test boshlandi. Mana Afrika joylashgan hududni ko'rsatayım. Mana bu yerda demak bironta hududni student bosish kerak. Masalan, Afrika mana submitni bosamiz. Javobimiz to'g'ri. Ya'ni qo'li bilan ko'rsatadi o'quvchilar borib. Juda ham ajoyib narsa. Yevropani ko'rsatayım mana. Submit. Siz qanaqadir raqam qo'yib o'tirishingiz mumkin, lekin raqam qo'ygandan ko'ra menimcha bu qiziqarliroq bo'lsa kerak. Har holda menga shunaqa tuyulyapti. Umuman agar bu video haqida, mana shu tizim haqida fikrlaringiz bo'lsa, kommentda izohlarda yozsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Yaxshi, demak mana shunday holatda ko'ramiz. Oxirigacha yetkazib qo'ydik. Qani masalan xato qilaylik, nima derkin? Xatoga shunchaki incorrect deyapti. Ko'ramiz oxirida qaytarib beradimi yo'qmi? Avstraliya submit. Bo'ldi, demak demak qaytarib berar ekan. Osiyo mana xato qilgan savolimni qayta mendan so'rayapti. Submit. Va hold on the end va meni natijalarim bu yerda chiqib kelyapti. Demak 100% natija qilding deb mana bu yerda to'liq natijamni chiqarib beryapti. Xo'p, demak, hurmatli tomoshabinlar, menimcha o'quvchilar, o'rganuvchilar videoni shu yerda yakunlasak bo'ladi. Mana bu yerda ko'plab savol turlari hali bor. Agar sizga qiziq bo'lsa, keyingi videoda ularni ham ko'rsatamiz. Buning uchun izohda yozing. Sizga aynan mana bu yerdagi qaysi savol turi qiziq va umuman bu tizimdan foydalangan bo'larmidingiz yoki yo'qmi? Xo'p, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Video nihoyasiga yetdi.